Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun siz bilan futbol tarixidagi eng buyuk klublardan biri haqida gaplashamiz. Bu oddiy klub emas. Bu Barselona. Millionlab muxlislar qalbidan joy olgan jamoa. Ularning futboli oddiy o'yin emas edi. Bu san'at edi. Bu falsafa edi va eng muhimi bu tarix edi. Yillar davomida Barselona dunyo futboliga yuzlab afsonalarni berdi. Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol, Neymar, Suarez va albatta Lionel Messi. Ko'pchilik uchun futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi. Barselonaning oltin davri haqida gap ketganda, ko'pchilikning ko'z oldiga bir davr keladi. Pep Guardiola davri. Bu davrda Barselona futbolni butunlay o'zgartirib yubordi. To'p nazorati, qisqa paslar, mukammal harakat. Dunyo bu uslubni keyinchalik tiki-taka deb atadi. Va o'sha paytda deyarli hech kim Barselonani to'xtata olmasdi. Har bir o'yin spektaklga o'xshardi. Har bir hujum golga aylanishi mumkin edi. Stadiondagi muxlislar esa har bir pasdan zavq olishardi. Aynan shu davrda Barselona tarixidagi eng buyuk lahzalar yuz berdi. Tarixiy gollar, unutilmas kambeklar, Champions League mo'jizalari. Bugun esa biz o'sha oltin lahzalarni yana bir bor eslaymiz. Tayyor bo'ling, chunki oldinda futbol tarixidagi eng chiroyli sahifalardan biri kutmoqda. 2003-yil. Barselona og'ir davrlarni boshdan kechirayotgan edi. Muxlislar yangi qahramon kutardi va o'sha paytda klub bir futbolchini sotib oldi. Uning ismi Ronaldinho edi. Ko'pchilik uning qanchalik buyuk futbolchiga aylanishini hali bilmasdi. Ammo bir necha oy ichida hamma narsa o'zgardi. Ronaldinho maydonga chiqqan paytda stadion boshqacha jonlanardi. U oddiy futbolchi emas edi. U sehrgar edi. To'p uning oyog'iga tushgan zahoti nimadir sodir bo'lishini hamma his qilardi. Uning fintlari, uning paslari, uning driblinglari va albatta uning gollari. Bularning barchasi muxlislarni hayratga solardi. Ronaldinho futbol o'ynamasdi. U futbol bilan raqs tushardi. Aynan shu sabab millionlab odamlar Barselonaga oshiq bo'la boshladi. Uning tabassumi ham muxlislar uchun alohida ramzga aylangan edi. U maydonda doimo quvnoq ko'rinardi. Ammo raqib himoyachilar uchun bu tabassum dahshat belgisi edi. Chunki Ronaldinho istalgan daqiqada o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin edi. Barselona asta-sekin yana kuchaya boshladi. Stadion yana to'la boshladi. Muxlislar yana ishonishni boshlashdi. Va Ronaldinho bu o'zgarishlarning markazida edi. Uning eng mashhur lahzalaridan biri Real Madridga qarshi o'yin edi. Santiago Bernabeu stadioni. Raqib muxlislar bilan to'la stadion. Ammo Ronaldinho bunga e'tibor ham bermadi. U bir necha himoyachini ortda qoldirdi. Darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va gol urdi. Oradan ko'p o'tmay yana bir gol. Natijada butun stadion oyoqqa turdi. Lekin qarsak chalganlar Barselona muxlislari emas edi. Bu Real Madrid muxlislari edi. Futbol tarixida juda kam futbolchi raqib stadionida shunday hurmatga sazovor bo'lgan. Bu Ronaldinhoning buyukligini ko'rsatardi. Shundan keyin Barselona butun Yevropada yana qo'rqinchli jamoaga aylandi. Har bir raqib ularni jiddiy qabul qila boshladi. Ronaldinho esa har o'yinda yangi mo'jiza ko'rsatardi. Ba'zan bir pas, ba'zan bir fint, ba'zan esa aql bovar qilmaydigan gol. Uning harakatlari internet va televizion dasturlarining asosiy mavzusiga aylangan edi. Bolalar maktablarda Ronaldinho fintlarini takrorlashga harakat qilishardi. U butun avlod uchun ilhom manbaiga aylangan edi. Ammo Ronaldinhoning Barselonaga bergan eng katta sovg'asi boshqa edi. U yosh futbolchiga yo'l ochib berdi. O'sha yosh futbolchi keyinchalik futbol tarixini o'zgartiradi. Uning ismi Lionel Messi edi. Ronaldinho Messini birinchi kunlardanoq qo'llab-quvvatladi. Uni himoya qildi. Unga ishonch berdi. Va ko'p odamlar biladiki, agar Ronaldinho bo'lmaganida ehtimol Messi hikoyasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Ronaldinho nafaqat Barselonani qayta tiriltirdi. U kelajakdagi eng buyuk Barselonaga poydevor qo'ydi. Va aynan shu sabab u klub tarixidagi eng muhim futbolchilardan biri sifatida eslanadi. Bugun ham muxlislar uning nomini eshitganda yuzlarida tabassum paydo bo'ladi.
Chunki Ronaldinho futbolni nafaqat g'alabalar bilan bezadi, u futbolga quvonch olib keldi va Barselonaning oltin davri aynan shu inson bilan boshlandi. Futbol tarixida ba'zi futbolchilar bo'ladi. Ular yaxshi o'ynaydi, ba'zilari esa juda yaxshi o'ynaydi. Lekin ayrim futbolchilar borki, ular futbol tarixini o'zgartiradi. Lionel Messi ana shunday futbolchilardan biri edi. Ammo uning hikoyasi osongina boshlanmagan. Messi Argentinaning Rosario shahrida tug'ilgan. Yoshligidan futbolga oshiq edi. To'p uning eng yaqin do'sti edi. Ammo bir muammo bor edi. Messining bo'yi tengdoshlarininkidan ancha kichik edi. Shifokorlar unda o'sish garmoni bilan bog'liq muammo borligini aniqlashdi. Davolanish esa juda qimmat edi. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Lekin taqdir boshqacha qaror qildi. Barselona skautlari yosh Messini kuzatishdi va uning ichidagi iste'dodni darhol payqashdi. Rivoyatlarga ko'ra, Barselona vakillari Messi bilan shartnomani oddiy qog'oz pechetkaga yozib imzolashgan. Shu tariqa yangi tarix boshlandi. Messi Ispaniyaga ko'chib keldi. Yangi mamlakat, yangi til, yangi hayot. Lekin u hech qachon taslim bo'lmadi. Mashg'ulotlarda u boshqalardan ko'proq ishlardi. Murabbiylar uning iste'dodidan hayratda qolishardi. To'p bilan qilgan harakatlari tengsiz edi. U kichkina edi, ammo to'p oyog'ida bo'lsa, uni to'xtatish deyarli imkonsiz edi. Yillar o'tib Messi asosiy jamoaga yaqinlasha boshladi va nihoyat o'sha kun keldi. 2004-yil. Messi Barselonaning asosiy jamoasida debyut qildi. U paytda hech kim tarixiy voqeaning guvohi bo'layotganini bilmasdi. Maydonda Ronaldinho bor edi, Eto'o bor edi, Xavi bor edi. Ammo yosh Messi ham asta-sekin o'z o'rnini topa boshladi. Uning tezligi hayratlanarli edi. Driblinglari esa yanada hayratlanarli. Raqib futbolchilar uning ortidan quvardi, ammo uni ushlash deyarli imkonsiz edi. Keyin esa birinchi gol keldi. 2005-yil. Barselona Albacetaga qarshi o'ynayotgandi. Ronaldinho to'pni Messiga uzatdi. Messi esa darvozabon ustidan ajoyib zarba berdi. Gol! Bu oddiy gol emas edi. Bu afsonaning birinchi goli edi. Stadiondagi muxlislar hali bilmasdi, ammo ular tarixning boshlanishiga guvoh bo'lishayotgandi. Shundan keyin Messi tobora kuchayib bordi. Har mavsumda yangi rekordlar, har mavsumda yangi mo'jizalar. Uning driblinglari internetni portlatardi. Uning gollari butun dunyoda muhokama qilinardi. Messi maydonda yugurmasdi, go'yoki u to'p bilan gaplashardi. Ba'zan 5 nafar futbolchini ortda qoldirardi. Ba'zan esa himoyachilar uning qayerga ketayotganini tushunmay qolardi. Barselona muxlislari esa yangi qahramonni topgan edi. Har safar Messi to'pni olsa, stadion hayajonga tushardi. Chunki nimadir sodir bo'lishi aniq edi. Va haqiqatdan ham sodir bo'lardi. Messi gol urardi. Messi assist berardi. Messi o'yinni hal qilardi. Yillar davomida u nafaqat Barselonaning eng muhim futbolchisiga aylandi, balki klub tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylandi. Ammo bu hali boshlanishi edi. Oldinda Guardiola davri kutayotgandi. Oldinda tiki-taka inqilobi kutayotgandi. Oldinda Champions League mo'jizalari kutayotgandi. Va oldinda Lionel Messining futbol tarixidagi eng buyuk davri boshlanayotgandi. Shunday qilib, Barselonaning oltin davri qanday boshlanganini ko'rdik. Avval Ronaldinho keldi. U klubga nafaqat g'alabalar, balki quvonch ham olib keldi. Keyin esa futbol tarixidagi eng buyuk iste'dodlardan biri paydo bo'ldi. Lionel Messi. Yosh va kamtar futbolchi sifatida maydonga tushgan Messi asta-sekin butun dunyoni o'ziga rom eta boshladi. Bu esa Barselona tarixidagi yangi davrning boshlanishi edi. Ammo eng qiziq voqealar hali oldinda. Oldinda futbol tarixini o'zgartirgan murabbiy kelmoqda. Oldinda dunyoni hayratda qoldirgan tiki-taka uslubi kutmoqda. Oldinda Barselonaning eng kuchli tarkibi shakllanadi. Va oldinda futbol tarixidagi eng buyuk jamoalardan birining tug'ilishi bor. Keyingi qismda biz Pep Guardiola davriga sayohat qilamiz. Barselona qanday qilib dunyoning eng qo'rqinchli jamoasiga aylangani haqida gaplashamiz. Shuningdek, Messi, Xavi va Iniestadan iborat afsonaviy uchlik qanday qilib futbol tarixini o'zgartirganini bilib olamiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.
Oldinda sizni yanada qiziqarli va unutilmas lahzalar kutmoqda. Demak, bu hali boshlanishi. Barselonaning haqiqiy oltin davri esa endi boshlanmoqda.